Lola fasonimizda Maloshnidan 2 kamplik 4 talida Jizzaxlik mijozimiz xonadoniga yetkazib berish jarayonlari. Yetkazib berish O'zbekistonning qatidan bo'lishingizdan qat'iy nazar manzilingizgacha yetkazib beramiz. Bizda deko fasonlarimizda oynalar eng full variantdagi kalyon oyna bo'lib, pastda ham bitta stoli bor. Pastdagi ham bemalol non, choy, qand, xurus, mayda chuyda mahsulotlar qo'yishingiz mumkin. O'tiradigan stullarni tagida kreslo bor, ko'rib turibsiz. Ya'ni stulga o'tirganingizda 100% rezinalar cho'kib qolmaydi. Asosiy xuddi shu kreslo ushlaydi. Temir karkas qismlariga ham polniy kraska sepganmiz. Karcher, yomg'ir, qorda qolib ketsa ham mahsulotimizda inshaalloh zanglari chiqmaydi. Mahsulotimizga garantiya berganligimiz sababli barchasi Tabiiy Nur brend asosida chiqadi. Tabiiy Nur va nomerlarimiz yozib qo'yilgan. Xuddi shu nomerda Telegram bor. Agar siz musofirchilikda bo'lsangiz, Telegramdan yozsangiz, barcha mahsulotlarimizda narxi bilan tashlab beramiz. O'zingizga ma'qul narxdan tanlashingiz mumkin. Narxlar 2 million 400 ming so'mdan boshlanadi. Har xil ranglari bor. Rangiga qarab narxi o'zgarmaydi. Lola fasoni, kreslo fasoni, kromka, shtapik barchasining narxi bir xil. 850 ming so'mdan boshlanadi. Kraskalari ham Turkiyani parashkovoy qirilmaydigan yaxshi kraskali. Bitta kamplik olsangiz ham O'zbekistonning qatidan bo'lishingizdan qat'iy nazar viloyat markazidan viloyat chekkasidami manzilingizgacha bepulga tekinga yetkazib beramiz. Bunaqa qulaylik Tabiiy Nurda.